Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa 10 qator aylantirib urganimizdan so'ng deraza bo'yiga chiqdik. Inshaalloh shablonlarimizni ham qatirishni boshladik. Xudo xolasa bu yerimizga salkam 40 ming tag'ish ketadi. U yoq tomonda duoldi yog'ida bir xona mehmonxona, darvozaxona ham bor. Ko'rishlaring mumkin. G'ishurilishga baho berasizlar. Inshaalloh juda go'zal. Qizil yog'ochlarimizni olib kelganmiz. Bir yo'la lesadan foydalanyapmiz. Ustalar yana kim shunaqa qilib lesa qiladi. Ya'ni to'sinni singari tashab turib. Qolaversa burchagimizni lazer yordamida lazerga to'pa-to'g'ri qilib ip qo'yib olganmiz. Xudo xolasa shu lazerda ip chopchib ketamiz. Kuzatishga davom etinglar. Inshaalloh 0 dan 100 gacha bitiramiz. 1 sm ham razin saqmaydi. Alloh yuzimizni yorug' qilsin. Laytni mixlab ketinglar.